konsertlaringizda bu hazil emas, konsertlaringizda ko'p 2-3 marta eshitganman shaxsan. O'sha maktab davridagi siz yoqtirgan qiz onangizning oldiga kelib narsa xarid qilib ketgan. Bu ham bu real. Da, maktabda bo'lgan. Maktabda onam o'sha o'zim o'qiydigan maktabda Toshkentda edi, raskaladushka bo'lardi-yu, alyumindan qilingan. Narsa sotardi-da. Narsa ham qanaqa biling, ani zo'r emasdi, kukuruz, semichkani bunday ko'p. Maktab o'quvchilari uchun. Da, semichka, keyin zvochka, shikolat, qand, pechenyelarda turbo, pao. Da, pao, rudop, nima, bir bola ruden degan bir narsa bo'lardi anaqa. Keyin anaqa kukuruz, rangli. Kukuruzlar. Men u payt u narsani tushunmas, menga yoqardi. Onam biznes. Bu yerda hech qanaqa yomon tomoni yo'q. U halol ish qilyapti onam. Masalan, bir noto'g'ri ish qilmayapti. 100%. Endi unga biz aqlimiz yetmaydi-yu. Shunday. Endi katta bo'lib tushunyapmiz. Onam bizni halol olib, qiynalib bo'lsa ham boqqan ekan. Lekin sinfdoshlarim narsa olsa, yani xursand bo'lardim. Borib, daji nimaga undan olyapsan? Bor onamdan oldirdim-da. Yani pul bo'ladi. Lekin eng birinchi muhabbatim kelib narsa olsa, ani tuga sinfdoshim bo'lgan. Ado bo'lardim-da, xuddiki g'alati-da.